أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab-ı Savmi. Bu ro'zaninki hukmi va bayoninki kitobi bu deydi. Biz endi ixtiyor li ta'lil muxtar degan fiqh ahkamga mansub bo'lgan, Hanifi mazhabga mansub bo'lgan bir kitobni o'qiyotimiz. Men oldingi darsimizda tahorat, namoz, zakotga oid bo'lgan hukm va uningki tafsiliy bayoni nima qilindi deb o'tildi. Endi islom dinimizniki rukni qanchati payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yetisiga asosan 5'ti. Endi o yuqorida ana ikkinchi va uchinchi rukundan iborat bo'lgan, buni aloqador bo'lgan masalalar va hukmlar, bayonlar nima qildi tugadi. Endi islom dinimizniki 4-rukuni bo'lgan nima? Ro'zaga keldik. Mana bu ro'zaninki hukmi nima? Uningki bayoni. Ya'ni ro'zada degan qanday ibodat, qanday vaqtda tutamiz, kimlar tutadi? Eğer şu ro'zaninki ashundaq rukunlarini bir adam qilmay tatib qolsa, o adam o ro'z qanday bo'ladi? Har qanday adam meni shu ro'za tutish vojib bo'lamdi, bo'lmamdi? Men mushning ustida nima qiladi? To'xtaladi. Endi bu islom dinimiz, hamimizga ma'lum, mana arab millatiniki ichidan Alloh taolo tanlab chiqqan Muhammed sallallohu alayhi vasallamga buyurilgan, arkalık buyurilgan neyme o bir ibadet. Anda o lekin bu Allah'ınki bu buyruk emri fermanlarınki üzerine Muhammed Aleyhisselam üzerine tili olan Arap tili arkalık neyme kılan onu bayan kılan. Anda o lekin İslam dinimizdeki hem misliki ahkami nereden çıkıdı? Arap tilinden ibaret olan Kur'an-ı Kerim. Hadis-i Resulullah'dan çıkıdı. Anda o lekin bunu Arapça tilde neyme deydi? Arapça tilde bu ro'za tutuşdan ibaret olan bu ibadetniki, yani İslam dinimizniki, Müslümanlarınki, men Müslüman degan bo'lsa, shuni ifodalaydigan uningki rukunniki 4-si bo'lgan, yani bizningki Uyg'ur tilida ro'za devatgan, men mushini arabcha tilda buni nima deydi? Uni arabcha tilda nima deydi? Uni savm deydi endi. Savm degan gap asl lug'at ma'nosida arabcha tilda, yani mutlaka bir narsani tutgan bo'lsa, yani o'zini tutib yaptı, ya bir narsa midirmay shuk turibdi, gap qilmay turibdi deganidek, ashundaq ma'noni bildirgan bo'lsa, asli lug'at ma'nosi e'tibori bilan buni arabcha tilda savm deydi. Endi savm degan bo'lgandan keyin buniki shar'iy ma'nosida. Endi shar'iy ma'nosiniki o'zidami lug'at ma'nosiniki bildirilgan ma'nosi çok bor. Endi o qavun şer'i ma'nosi, o şer'ide ro'za nima deymiz desa, men savm, yani buni nima deymiz desa, shar'iy ma'nosida ro'za degan gap, yani maxsus, muayyan bir vaqtniki o'zida, maxsus muayyan bo'lgan kishilar. Yani maxsus muayyan bir vaqt degan qavun, yani hijriy oyninki 9-oy bo'lgan Ramazon oyninki bir butun oyning ichida qadınlıgan, yani muayyen, məxsus insanlar degan, yani o insanlarınki özü ro'za tutmoqchi bo'lgan, nim bo'lish kerak, mana o adamniki özü Müslüman bo'lish kerak, baliq bo'lish kerak, pokiz bo'lish kerak deydi. Ondan keyin Müslüman zodi hammamizga ma'lum, endi balog'at yetgan adam bo'lish kerak. Yeni birisiga mayli er olsun, ayol olsun, yeni birisi pokiz bo'lish kerak. Yani ayollar bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, ezdor adet ko'rgan yoki nafas vaqtiki ayollar bo'lsa, uchu tusuchu bo'lmaydi. Mana maxsus, mana muayyan kishilar deganimiz uchun shu. Yani muayyan bir vaqtning o'zida, muayyan maxsus ma'lum kishilarga muayyan vaqtdan boshlab muayyan vaqtgachilik, mana yemay, ichmay, shuningdek bu odamniki o'zi nima qilgan bo'lsa, niyat qilib,
mana shu ishni qilgan bo'lsa, uni o'zini nima deymiz, uni shar'iyda ro'za tutdi deymiz. Ondan keyin muayyan bir vaqt dedik. Muayyan bir vaqt qaysi dedik? Ay itibariyle 9-ay, yani Ramazan oyi dedik. Bir adam Ramazan oyidan boshqa bir ay ro'za tutib ketgan bo'lsa, u Allah buyurgan farz ro'za nim qilgan bo'ladi, tutmagan bo'ladi. U ro'zasi nima? U nafl. Endi muayyan bir kishilar dedik. Shu kishilarning o'zi tutmasa, uchaning o'zida masalan odat ko'rgan yoki nafas bo'lib qolgan, ashundaq bola tuqqandan keyin ashta bo'lib qolgan ayollar ro'za tutsa, u ro'zaniki o'zi nima bo'lmaydi, uchaning o'zida maqbulcho bo'lmaydi. Endi maxsus zaman dedik. O maxsus zaman qavun muayyan bir vaqtda, ya'ni kunninki ichida mana tong yo'rg'andan tortib kun o'ltog'ishib bo'lgan orliqda u odam yemay ichmay, ashundaq men Allah'ın Rasul buyuruptu degan niyatga asosan ashta bir narsa yemay ichmay qolgan bo'lsa, uçan o'zida men Allah buyurgan bu farz ibodatdan iborat bo'lgan bu ro'zani tutqancho bo'ladi. Yani geldiğindeki farz olan ro'zani ado qilgancha bo'ladi. Mana bu shar'iy ma'nosi buni nima deymiz, uni ro'za degan men mushu. Endi ro'za tutibdi, ro'za tutish kerak, Ramazon oyida ro'za tutish kerak desa, shar'iy ma'noda mushu sifatdagi ro'za tutishniki o'zini mana ro'za deymiz. Bizniki Uyg'ur tilida bu savmniki o'zini nima deymiz, uni ro'za deymiz. Shu ro'zani tutilgan oyninki o'zini nima deymiz, Ramazon oyi deymiz. Hicra ay boyunca, yani qamari ay boyunca mana 9-oyga nima keladi? To'g'richa keladi. Endi ro'zaniki mana hukmi nima? Bunuga deymiz. Mana Ramazon oyininki o'zida, Ramazon oyida ro'za tutish her qandaq musulmonga nima o farz. Nima uchun farz deymiz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bir qancha oyatda ro'za tutishga nima qilgan buyurgan. Shuningdek Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam o'ziniki hadislarda, mana bir qancha hadislarda ham nima qilgan, unuga buyurgan. Shuningdek bütün musulmonlarniki hammasi mana ro'zaniki farz ekanligi nima, mana ijmo birlikcha bor. Mana mushu itibardan ro'zaniki o'zini nima deymiz, uni farz deymiz. Agar bir adam ro'zaniki o'zini farz ekanligini bilib turib, anglab turib, o'qib turib, tushunib turib, ya'ni o odamniki o'zi mana islom dinininki ahkomlar keng deyilgan yerda, ya'ni islomiy yurtda o odam shu yashaydi ekan. Ashundaq turg'un o odam uni inkor qilgan bo'lsa, o'shaniki o'zida bu nima chiqadi? Dindan chiqadi. Bu farz ekanligining nimasi o ifodasi. Ammo o odam qanday qilibdi? O odam uni tushunib bilmabdi. Ya'ni islomiy bir yurt emas ekan. O islom ahkomini u yerda degizmaydi ekan, ham o'qimaydi ekan. O'qimaganlik sababdan, bilmaganlik sababdan o'shaning o'zida ro'za tutmay, yo bunday bir ish qilib qolgan bo'lsa, o'shaning o'zida nima o ma'zur bo'ladi. Endi bu dinda chiqitishning o'zi shu ahkomni aynan o odam bilgan bo'lsa, tushungan bo'lsa, anglagan bo'lsa, mana o odam mushundaq boshqa odamniki o'zidan yoki radio yoki televizor deganidek yoki olimning tabliğini tushunib turib imkoni bor turib uni shundaq inkor qilgan bo'lsa, dindan chiqadi. Mana bu nimani bildirdi? Bu Ramazonniki mana bu ro'zaniki farz ekanligini bildirdi. Endi bu farz kimga vojib, kimga farz? Her qanday musulmonga. Mayli er olsun, mayli ayol olsun. Şömemdi. Mayli çoğ olsun, mayli kichik olsun. Mayli yaşanıp qolgan adam olsun. Her qanday men musulmon degan odamniki o'ziga men vojibki, o musulmonniki o'zi aql bo'lishi kerak. Yani aql o'shi joyida bo'lishi kerak. Ammo sarong'a nima emas, farz emas. Majnunga, sarong'a mana bir narsa bilmaydigan, aql paqatmaydigan bundoq bir odamga nima emas, o farz emas. Endi o musulmonning o'zi balog'at yetgan bo'lishi kerak. Mayli qiz olsun, mayli ne bo'lsin, o'g'il bola olsun, balog'at yetgandan keyin rasmiy farz bo'lib nima bo'ladi? Sabit bo'ladi.
Endi balog'at yetishlikka oldida tutgan ro'ziniki o'zi u bolaga nisbatan nima nafli. Ya'ni Alloh taolo balog'at yetishlikni oldida sen nima uchun ro'za tutmading deb u yilki kichik bolalarniki o'zidan mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bola bo'lsin, unidan nima qilmaydi, so'ramaydi. Ham ma ikki tarafdagi firishta uniki amalni, ya'ni farzni ado qildi yoki farzni ado qilib umidi deb nima qilmaydi, uni yozmaydi. Ya'ni mas'uliyati yo'q. Ammo ota-onasi bu bolasiniki o'zini mushuna balog'at yetmagan vaqt o'zida o'rgitish yuzidan, yani ko'ndirish yuzidan, o'chaning o'zida bunuga tutulsa u bo'ladi. O'chaning o'zida u tutulgan vaqtning o'zida uniki savobi kimga bo'ladi? Kim borib ashni tuttirib, ashni o'rgitib qolgan bo'lsa, balog'at yetgan qadar uniki tutgan ro'zniki savobi ashu kim borgan bo'lsa, o'rgatgan bo'lsa shuni bo'ladi. Yani bu to'g'riliq Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki yana hajniki to'g'risi kelgan bir hadisi var. Shu bir ayol Payg'ambar qishqa "Ya Rasululloh, ma kichik bolaga haj bormi?" degan vaqtimizda, "Ha, lekin sizga ajr bor" degan. Mana bunuga asli farz emas, ammo ro'z haj qilsa bo'ladi, lekin buniki savobi sizga bo'ladi degan. Unda o'likin bu hadisga asosan mushundaq tutulgan bo'lsa, kichik bolasiga balog'at yetmagan o'chaniki o'zida buniki savobi kim bo'ladi? Ota-onasi uchun bo'ladi. Endi bu farz bo'lishning o'zi ado qilish jihatda. Ya'ni gadiniga farz bo'ldi, undan uni ado qilmasi shu bo'lmaydi. Endi birisi qazo qilish jihatdiki, agar u odamning o'zi safar qilib ketdi yoki ayollarniki o'zi shu oyniki o'zida odat ko'rib tutamagan bo'lsa, yoki og'rib ketdi deydi, shu oyda o'chaniki o'zida bu odamniki oshini qazosini qilish nima u farz. Chunki Alloh taolo nima deganda "Fa'iddatun min ayyamin ukhar." Agar siz safar bo'lsanglar yoki kasal bo'lib qolsanglar, sizlar shu vaqt o'zida roza tutolmasanglar, bu rozani o roza Ramazan oyiniki boshqa bir kunda nima qilinglar, tutinglar degan. Unda lekin boshqa bir kunniki o'zida o tutolmagan Ramazan oyiniki ichidagi rozalarning o'zini tutib olish nima o farz. Men u Ramazan oyida tutolmadim. Tutamagan bo'lgandan keyin endi o'tib ketdi vaqti tutmasam bo'ladi demaydi. Uniki qazosini qilish nima o farz. Men safar qilib qolgan yoki kasal bo'lib qolgan yoki og'rib qolgan yoki ayollarning o'zi odat ko'rgan ayollarning o'zi men ajda tutamagan bo'lsa, uni qazosini qilish kerak. Endi roza degan gapniki birsi lekin bu yilki niyat. Endi bir adam niyat qilmay masalan, o'chan o'zida shu kun chiqqanda tong yurgan kashkicha niyat qilmay binas yemagan bo'lsa roza bo'lmaydi. Endi normaldagi ma'u urf odatdagi amal bilan diniy ibodatniki amalniki ikkisining o'rtasida farq nima edi? Niyat. Niyat qilish orqali bu odam Allohning rasul bo'lib ekan deb ko'ngli ko'chib qolgan bo'lsa ibodat bo'ladi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nima degan? "Va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahu-d-din hunafa." Ya'ni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam "Innamal a'malu binniyat" deb Payg'ambar sallallohu degan. Unda o'ndaki bizniki diniy ibodatlarniki hammasi asosiy degandek nimaga bog'liq? Shu niyatga bog'liq. Endi niyatga bog'liq bo'lganligi uchun shu urf odatdagi amal bilan diniy ibodatniki o'rtasiga farq etadigan ish. Bu yerda nima qilindi? Niyat bilan belgilanadi. Unda o'ndaki buning asosan endi ro'zaning o'zi shu katta bir ibodat bo'lgandan keyin chunki islom dinimizdagi 4-rukun bo'lgandan keyin endi Ramazon oyining boshqa vaqtning o'zida mana bu roza tutish orqali Allohga yaqinlashishlik qiladichi bo'ladi. Mana bu rozaning o'zi Ramazon rozadan boshqa yana birinchi rozalar bor. U qavun mesela nazr rozasi. Mesela nazr rozasi qavun. Mesela bir adam debdi, Alloh taolo menga bunday ish qildi. Buni shukr olsa bilan men nima qilaman? Ya 5 kun roza tutaman. Yoki Alloh taolo ma ishni shu menga qilib bersa, men bunday qilaman. Roza 10 kun roza tutaman. Alloh taolo meningdagi menga ishini qilib bersa, men shuniki osonlik bo'lishi mening gadinimga rozi zodi 10 kun yoki 5 kun yo 1 oy roza tutish kerak. Men mushtaqchu qildim debdi. Bu nazr roza bo'lgan bo'ladi. Men bu nazr roziniki o'zi shuningdek
Kapparatniki nimeleri var? Rozaları var. Kapparatning rozası mesela cinayet ötküsüp kalgan bolsa ihramniki içide mesela o adamniki üzerine 10 gün mana 10 miskinga taam berdi. Eğer o bolmasa mana 3 gün ayniki içide andik 7 gün üzniki uyda nimib kalgan qaytqa vaqti. Ya qasam qipti, qasamniki üzerine degan kapparda qalamıdır roza tutudu. Mana yoki Ramazonning o'zida xato ish qilib qolgan bo'lsa, 2 oy aqan roza tutish keladi. Mana bu kapparat roza bo'ldi. Bu rozada nima deymiz uni? Vojib deymiz. O farzning bir daraja nima u? Tuvan. Uni ashundaq men mushunda ish qilaman, roza tutishim kerak. Anadagi xato ish qilib roza tutish keldi, vojib qolgan bo'lsa, u odam uni qilmagan bo'lsa, u chog'ingizda vojib amalni uchun qilmagan bo'ladi. Endi mushu farz roza vacip rozadan başka rozanınki hemmisinin buluduğu nafle. Hem naflinki içinde sünnet, hem mubah diyen nimeler var, rozalar var. Şu rozanınki içinde yine nafli roza olan bile bununki derisi birbirine nimkunmaydı, okşamaydı. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her haftada mesela Düşenbe, Perşembe günü nime kıldı, roza tutsun. Mesela her aynıki mesela aşı ayyamın bizdeydi o 14, 15, 16. günleri beni roza tutsun. Ve ondan başka mesela Zilhicce ayının 13 günü kirga vaktin yüzüde Arpat günde roza tutuşunu nime kıldı, tarih çok kıldı. Diğer dedik işte nimeler var, 7'si var. Bunun asasen bu rozanın hemsinin olduğu sünnet. Roza çok boğan buldu. Şunu da hem de rozanınki tutuşunu üzü aş perz oldu, vacip oldu, hem nim oldu, nefs oldu. Hem de roza tutuş şunda bir katı ibadet. Katı bir ibadet. Yani şunda bolsun roza tutuşunki üzü haram bulduğun bir rozalar var. Roza tutsak o vakti bulmaydı. Rozanınki vakti kavun şu tan yorganı tatip gün oltuğuşu boğan arlık. Binesi yemezsik, içmezsik. Anda o andakin muşu vaktin üzüde yine roza tutsak haram bulduğun bir küller var. O kavun mesela iki bayram günü. Mesela Ramazan bayramından Kurban bayramının günündeki üzerinde roza tutuş deme o haram, o bulmaydı o. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram günde bu yaydıgan, içidigan gün dedi. Hem ne deyimiz bayram gününün üzerine Yevmul Fitr deyimiz. Yevmul Fitr dediğine gel roza tutmaydıgan gün ağzımızın açıdigan, iftar kılgan neyim konumuzu tassa şunu yaydıgan neme o gün diyen gel. Mene aşağıda bereket geldi ki Fitr günü de o Fitr günü yaydıgan, içidigan, ağzımızın açıdigan gün. Ramazan'daki bayramının aldığı roza tutulan gün, ma onu dekin 30 gün tutup olgan dekin, açıdigan gün degen dekin, açış degen ki biz muvaffak çok kelmedik. Bu ne boludu o? Doğru çok bulmaydı. Şunu da Eyyam-ı Teşrik deydi. Eyyam-ı Teşrik degen, mene Ramazan, şu Kurban bayramınınki 11, 12, 13. gün. Eyyam-ı Teşrik günü. Şu gününki üzüdü roza tutuş. Kattinim emesi o duruşçu emes. Mene Ramazan yüzü perz roza, vacip roza, nefl roza, haram buluduğun nimle vakken rozalar çok bakken. Hem de biz hem de rozini nim kısa oldu, roziniki bir rukni niyet dedik. Hem de niyeti qanday vaqt qilish kerak? Dese, meni Ramazonniki rozisi muayyan vaqtda men roza tutaman deb nazr qilgan bo'lsa, bu kunda qilgan roziniki o'zi kechida qilgan niyat bilan kechidan boshlab niyat yo'q qilish kerak. Şu vaqtdan boshlab şu kunduzniki 20gacha niyat qilsaqchi bo'ladi. Ya'ni bir adam roza tutmoqchi ekan, ya vojib, muayyan ya Ramazon rozasini, aş kun o'ltirganda tatib, mana aş atsi tush bo'lgan qadar niyat qilsaqchi bo'ladi. Mesela o adam deydi, mesela iftar zo'liq yaptı ya zo'liq yemay uxlab ketdi. Mesela tushib ketgan bo'lsa, uçağının yüzüde mene düşüp ketay degan bo'lsa darhol qilib niyat qilsa roza tutaman deb uçaqda bo'ladi. Hem niyatninki o'zi og'zimiz chiqib undaq deyish nima emas, u uchun muhim emas. Ko'nglimizni ko'chirsak bo'ladi.
Mesela keçi kopup yoki akşamı iftar qilgandan keyin ati ro'za tutmada ko'nglimizga yeni ko'chirdiqmi, ko'chirib yeni qopaman deb bu shu yetidi. Uni alayda voy niyat qildim men ro'za tutaman deb unda qilmasaqmi, u nima o bo'ladi. Ammo unda deb qolsak, o'chamizni uni bilsak, umucho bo'ladi og'zimizdan. Chunki niyati degan narsaniki o'zini, niyati ko'chirgan narsaniki o'zini og'zi deyish nima o afzal. O nima bo'ladi? Og'ziga niyatni ifodalaydi. İfadani texim chingaydi endi. Endi mutlaq niyat va nafl niyat bilan durust bo'ladi. Masalan, Ramazonning ro'ziniki o'zida bir adam men Ramazon ro'ziniki tutaman deb nima mutlaq ro'za tutaman debdi. Shuningdek, o adam nafl niyat bilan, ya'ni men Ramazon oyining ichida 30 kunlik oy kirgandan keyin o adam debdiki, hozir men ro'za men nafl ro'za tutaman debdi, o'zi niyat qilibdi. Qissa o adamniki ağır niyetli o lağv oldu. Şam o bekarçı oldu. Bekarçı olup o adamniki an niyeti açta kıvasımı tutkan rozi a Ramazan'niki perz ayınki nemisi rozi depçi hesaplandı. Çünkü Allah Teala bu Ramazan ayınki 30 günlük perz aydan ibaret olan, yani perz rozinin ibaret olan bu roziga nima qilgan resmi kaç qilgan. Unda onu kaç 30 günlük yüzüde 30 günlük rozini muş 30 gün çıp sezdi. Anda o andan Allah bunu bekitip olgandan keyin ikkinchi adam qo'pib o'zi niyatida bu 30 günün içinde ya ma'lum bir kunlarning içinde men nafl roza tutaman yoki bir narsa qilaman deb niyat qilsa o odamning niyati ma Allah bekitgan nimaniki oldicha o'tirishchi bo'lmaydi endi. Endi nafl roza kunduzin bo'lgan niyat bilan durustchi bo'ladi. Mesela nafl roza tutmakçı iken, mesela farz roza emas, uçanın gözüden keçiye hem niyat kılış gerek. Şununla birlikte eğer keçi kılamasa, kündüzü niyat kısmı çok boludu. Mesela o adamın özü ettigende kopup namaz okup onu derken ya uxlap kaptı, uxlap qo'ygandan kun ne bo'lib ketdi, tushib ketay debdi. Shu channing o'zida bo'lmasa ettigan qo'pqagan niyat qilish roza uchun niyat uchun yo'q. Yo'q vaqtning o'zida shu tushib ketgan degandek qo'pqandan keyin aplandi, yerim tushib qolibdi. Kun yerim bo'lib ketdi kunduz. Unda ona yerim kun chidab ketmayman, nafl roza tutay desa, shu vaqtning o'zidami bu nima bo'ladi? O nafl roza uchun bo'ladi. Nafl roza uchun bo'ladi. Chunki payg'ambar bu to'g'ri shunda deydi. Payg'ambar o'zi ayollar kirib, ular vaqt olgancha yeydigan narsa bormi yo'qmi desa, yo'q deb qolsa, o'chaningizda men bugun unda qo'zma roza tutdim deydi. Nafl roza tutdim deydi. Endi demak, Muşada deyilayotgan gapniki hammasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki mushu yedisidan nima qilingan, xulosab ilingan, nimasi bo'lgan bo'ladi? Mana gapcho'p bo'lgan bo'ladi. Endi qolgan roza faqat kechidan muayyan bir niyat bilan durust bo'ladi. Ya'ni nafl roza mutlaq kunduzi qism bo'ladi, ammo bu nafl rozning boshqa roza, masalan, kaffarat rozasi yoki nazir ro'za qolgan bo'lsa, o'chaningizda bu odam kechisi niyatni çok qilmasi çok bo'lmaydi. Bunda çok bo'lish kerak. Endi ro'ziniki o'zi musofirda kasal odamga demas, farz emas. Shunday endi farz emas. Endi bu odam qo'pib kasal bilan musofir odamniki o'zi Ramazonda yin bir ro'za niyat qilibdi. Masalan, Ramazon oyining o'zida yani şunda iş bo'lmaydi degan olmaydi. Bu fikr ahkamda hammaniki nemisini gapini shu deydimdi. Unda ondan bu kasallar bu musofir adam shu Ramazon oyiniki o'zida ro'za farz bo'lmagandan keyin u odam debdiki men yeni bir ro'za tutay. Falan vaqtning o'zida bir kafarat xato ish qilib qo'ygan kafaratim bati deb o'chaning o'zida shu yeni bir ro'za niyat qilgan bo'lsa, u odam nisbatan shu ro'ziniki şu ro'zadan ne bo'ladi? Ammo Ramazon oyi uchun bo'lmaydi endi. Agar undan yeni bir niyatni qilmabdi, ya'ni musofirdan kasal odam endi Ramazonda tutibdi, ammo yeni bir ro'za tutishni niyat qilmaydi, ro'za tutgan bo'lsa, o'chaningizda u tutgan ro'zasi muayyan nima bo'ladi? O'chaningizda nafl bo'lmasdan, o'chaniki o'zida bu odamning ro'zasi farz ro'zadan bo'ladi deydi. Bu belki nima o muhim. Shu niyat meselesida, oniki vaqt meselesindeki o'zida buni nima qilish kerak? Uni
ubdanço, bilişço kerekkendi. Endi ro'ziniki vaqt qachon? Endi oyga nisbatan Ramazon oyi bo'lgan bo'ldi 9-oy. Endi Ramazonninki ro'ziniki vaqti endi kun emasmi 24 soat. Kech kunduz bo'ladi. Unda o'niki ro'ziniki vaqti qachon? Desa, ro'ziniki vaqti kun tong yo'rg'anda tortib kun o'rtog'ichilikdir. Mana bu o'lcham ma'lum. Biz mushunga diqqat qilishimiz kerak. Qachonlik tong otgan bo'lsa, mana shu tongniki otganligini har bir odam uni bilish mukallaf. Onu şu bilishi mukallaf. Anda o'nkin shu vaqtdan tortib ta kun o'rtog'ichilik bo'lgan oraliqda meni nima qilib vaqti shu. Shu vaqtning o'zida meni yemaslik, ichmaslik kerak. Endi tong otdi dedik, bu yerda asli bu yerda nimada tong ikki xil bo'ladi. Birsi subi kozib. Subi kozib degani rasmiy tong etishdan burun, yani azroq burun bir atrofda mundaq bir oppoq bir narsa chiqib qoladi. Chiqib yo'qolib ketadi. Yo'qolib qap-qora bo'lib, ana ikkinchi rasmiy subi sodiq degan sodiq, yani rasmiy tong chiqadi. Mana o tong yuriydi. Mana shu ikkinchi tongdan hisoblaymiz. Bu niyati meni muhim. Endi mayaniki o'zida biz yashayotgan marayoniki o'zida imsak vaqti deydi. İmsak ama azan qarsak olmaydi. Azan degan bizniki rayonlarimizda, boshqa yerning o'zida, uçanın o'zida, mesela haramlarda, ikki haramda tong otgan vaqtda azan chiqadi. Mayada Ramazondan boshqa vaqtning o'zida, ham qishdan boshqa vaqtning o'zida, mana tong etib bo'lgandan keyin, andan keyin nima qiladi? 40 minut atrofidan keyin azan chiqadi. Bu bir yerning odati ekan. Ama bu yerda azan vaqti bilan imsak vaqti nima qilmaydi, o'xshamaydi. Ama Ramazonda aynan Ramazon vaqtining o'zida tong otgan vaqti degan gap imsak vaqti. Uçan o'xshash bo'ladi. Men o'xshash bo'ladi. Buni ta'kidlash kerak. Bu yerda yashayotgan, Turkiyada yashayotgan insonlar qolgan bo'lsa, uçanizda bu yilki tong etib 40 minut 30 minut, 40 minutdan keyin anadaki azan chiqadi. Unda anadaki azan chiqishlik yesam bo'ladi deb uçan o'zida imsakdagi 40 minutdan keyingacha yesak, uçan o'zida bu odamning ro'zichi bo'lmaydi. Buni nima qilish kerak? Unga diqqatchi qilish kerak. Endi bu ro'za degan nima? Ro'za degan nima degan gap? Yeyish, ichishdan, ayollik yaqindochilik qilishdan o'zini nima qilish kerak? Tutish kerak. Ya'ni shu tong yo'rg'an tortib kun o'rtog'ichilik bo'lgan oraliqdan nima bilan? Niyat bilan. Men endi ro'za tutdim deb nima qilish kerak? Niyat qilish kerak. Unda o'niki ro'ziniki rukni qancha bo'ladi? 4. Birsi yemaydi, ikkinchisi ichmaydi, uchinchisi ayol bo'lib qolgan bo'lsa, uchanizda yaqindochilik qilmaydi, 4-chi niyat. Mana mushu 4 Ramazonning nimasi bo'lgan bo'ladi? Asosiy rukni bo'lgan bo'ladi. Endi yeni bir shart var. O ro'za tutgan odamning oyatini deganimizda, o ro'za tutuvchi ayol bo'lib qolgan bo'lsa, odat ko'rmagan bo'lishi, nafaschi bo'lmagan bo'lishi kerak. Ondan keyin mushtaq shart bo'lgan bo'lsa, u choniki o'zida, ondan keyin mana ro'za tutish uçağı resmi to'g'ri bir shaklda mana ado qilgan bo'ladi. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, uçağın o'zida bu to'g'richi bo'lmaydi. Masalan, ayolning o'zi odat kirib qolsa ro'za tutsa bo'ladi deydigan ashta xato fikri bir insonlar bor. Biz unda xato fikrga ergashsakchi bo'lmaydi. U nima o xato? Mana buning uchun nima qilishimiz kerak? Diqqat qilish kerak. Unda o'niki ro'zniki vaqtini bildik, ro'zniki ruknini bildik. Ro'za degan qanday ibodat? Mana uni nima qildik? Uni hem uni bilgan bo'ldik. Unda o'niki mana ro'za qanchalik bo'ladi ekan, qancha xil ro'za bo'ladi ekan, buni nima qildik? Bildik. Ro'ziniki islom dinimizdagi 4-rukun ekanligi, ham islom dinimizdagi musulmonlarning bir shuari ekanligini uni bildik. Men Alloh taolo bizni shu o'qigan, bilgan, mushnaga amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, solih mana farzandlardan, ota-onasiga vafodor, din uchun, millat uchun, mana vatan uchun kurash qiladigan haqiqiy taqvo, mana kurashchan mushtaq kishilardan qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.